Assalomu alaykum, Barakot.uz obunachilari. Ancha 200 ming kilometrga garantiya berganmiz. Dvigatel Germaniya, ходовой части полностью bu ham nemis keyin rang uchun bizda alohida to'lov yo'q. 1.5 turbina dvigatel. U yana orqaroq ketadi. Mana. Assalomu alaykum, Barakot.uz obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar? Bugungi videoda shunaqa chiroyli atmosferada Aziz akam bilan birgalikda sizlarga ushbu avtomobilni to'liq, aniq obzorini qilib o'tamiz. Aziz aka, inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisizlar? Charchamang. Aka, deng to'g'risi ushbu avtomobilni ko'pchilik ko'rsatyapti va ko'ruvchilarimizdan fikr borki, avtomobil Xitoydiki, shunaqa fikr bor, misol ishonchsizlik bor. Shular haqida gapirib o'tsak, avtomobil o'zi nima, bu qayerdan keldi? Qarang akajon, hozir bu SOS modelimiz. Bu Yaponiya Mitsubishi kompaniyasining sub-brendi bo'ladi. Sub-brendi hisoblanadi. Bu S09 modeli. Siz ko'rayotganingiz. Bu dvigateli чисто Germaniya. Ha, nemis dvigateli. O'shanga nisbatan garantiya 200 ming kilometrga garantiya berganmiz. Ha, kafolat 2 yil o'zidan o'zi bas yaqinlar, ha, 2 kuruy deyiladi. 200 ming yokida 6 yilida adashmasam, shunaqa 6 yil kafolat. O'zbekistondagi avtomobil olib kiruvchi, O'zbekistondagi avtomobil sotuvchilar ichida bunaqa kafolat bergani menimcha yo'q. Fronta salon 200 ming kilometrga garantiya bermaydi. Avtomobiliga shuncha kafolat bera olgan yo'q. Endi ходовой часть elektronikalari nima deymiz aka? Ходовой часть чисто MacPherson amortizatorlarni hamma biladi, MacPherson amortizatorlarini. Ходовой частьga ham o'zini kilometrlargacha, даже pultini batareyasigacha garantiyasi bor. Основной sizga kerakli narsalar двигатель Germaniya, ходовой части полностью bu ham nemis, germanskiy ходовой частlar, korobka чисто yaponskiy, korobkalargacha garantiyasi bor. Hammasini nizomda o'zini alohida kafolatlari yozilgan berib qo'yilgan. Endi misol uchun dizayni haqida ham biroz gapirib o'tsak, aka. Endi dizayn bu 2025-26 yil dizaynniki eng oxirgi komplektatsiyaga nimalari kerak? Dizaynga o'sha brutallik, agressivni ko'rinishi ham juda chiroyli. Bu dizaynga endi ko'p kishi oshiq bo'lib qolgan shunday. Albatta, ayniqsa o'sha men ko'p e'tibor beraman. LED yonadi, mana pastlari bilan bu video davomida yoqib ko'rsatamiz. Ayniqsa men e'tibor beraman bu narsaga aka. Mashinada ketyapsam, Baka debdi ko'rganimda duxolarini nihoyatda boshqacha agressiv beradi. 3D обрисовка deyiladi-da bu. Ha, обрисовка. Bu обрисовкasi ham juda ham chiroyli akajon. Juda ham go'zal ishlangan. Yana bitta yoqadigan narsasi bu SOS brendini berayotgan ranglari yoqadi menga. Aka, misol shulardan bittasi biz ko'rib turgan rang. Shunaqa. Bunga akajon keyin rang uchun bizda alohida to'lov yo'q. Ha, rang uchun. Qora olsam mana bunaqa rang, jemchik bo'lsa mana bunaqa rang. Rang uchun отдельный to'lov yo'q. Kelsinlar, ko'radilar, bemalol xohlagan ranglarini nima qilib. Endi shu jumladan orqasini ham dizayni haqida gapirdik. Dizaynlarini, yonlari, orqalarini bir qator ko'rsatib o'tsak, diskalariga ham e'tibor berasizlar. Endi diskalari akajon, bu diskalarga kelsak, bu чисто kovanli diskalar akajon. Bizda O'zbekiston yo'llarida mana bemalol nima yamalar ham juda katta-katta-da. Bu qayrilsa masalan nima bo'lishi mumkin, lekin sinib ketmaydi. Qo'rqmasdan nima qilsalar bo'ladi. Qo'rqmasdan yurishsa bo'ladi. Mashinaning uzunligi почти 5 metr. Ha, 5 metr uzunlik. Kolyosnaya baza ancha uzunda. Mashinaga kemada ketganda yuradilar-da. Yumshoq suvda yurganda yurasizlar. Endi kelinglar. Kamerani olib keling. Orqasini ham bitta ko'rib maza qilishsin. Orqasi ham o'ziga yarasha ishlangan. Difuzorlar, monoqosh. Bunda bironta lampochka ishlatilmagan. Полностью LED. Hammasi LED ishlatilgan. LED ishlatilgan. Umuman optikamizga galagan aralashmagan yaqinlar. Ko'rasizlar. Xo'p, endi aka buni motori, ot kuchi, yoqilg'i sarfi shular haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz aka. Qarang akajon, endi motoriga kelsak, 1.5 turbina dvigatel. Bu o'zini komplektatsiyasiga nisbatan, gavdasiga nisbatan 1.5 ko'p gibrid mashinalarda 1.5 atmosferni dvigatel bo'ladi. Keyin buni yana bitta zo'r fishkasi plus tomoni, bu gibrid sistemasi независимый gibrid bu. Bog'liq emas, elektromotor bilan benzin motori bog'liq emas. Parallelni emas. Alohida. Masalan, sizni elektr quvvatingiz qolmadimi? Отдельно manda stansiyaga kirib zaryadlash unaqa narsa kerak emas sizga. Shunday bemalol pistolotda benzinni to'ldirib, yana bosib haydab ketaversangiz bo'ladi. Bo'ladigan holat. Buni endi dalniga yuradiganlar, boshqalar yuradiganlar umuman qo'rqmasdan любой joyga chiqib ketaversalar bo'ladi-da bu narsa bilan. Endi hozir yoqilg'i sarfi shunda qancha ko'rsatilyapti zavod tomonidan? Shahar sharoitida 6.5 litr maksimum bu patali.
Ha, 6 maksimum. Ha, yana bunda 3 ta rejim bor. Ekonom, sport, normal. Ha. Endi rejim yezadan bog'liq uncha uni rasxodlari. Shofirlar uni o'zi tushunadi. Bo'ladi. Dalniga to 4 litr, 3 litrgacha tushadi. Ha, dalnida yana tushadi. Bu городской siklda endi svetofor, peshxod, boshqa narsalar bo'ladi, probkalar bo'ladi. O'shanga 6 litrdan 6,5 litrgacha rasxod qiladi. Rasxod qiladi. Endi aka buni salonlarini ham bir qator ma'lumotlarini bersak. Qarang. Akajon, endi bu saloniga kelsak agar, salondan oldin yana qarang. Bunda bezopasnost juda ham kuchli. Me'yorli zona, slipoy zonalari bor-da. Me'yorli zona, slipoy zonalari bor. Mashina qisib kelganda, yoningizdan kelganda bemalol sizga signal beradi. И бескульчевой dostuplari sensorda. Oldingi mashinalarda knopka emas. O'sha yangilik bu ham. Sensorda. Shunchaki splashni. Salon dizaynini e'tibor bering. Salonlari nihoyatda chiroyli ishlangan yaqinda. Salonni ham o'zini xohlagan ranglarini tanlab olsalar bo'ladi. Avtomobilni tashqi rangidan tashqari salon rangini ham olsalar bo'ladi. O'zlariga tanlab olsalar bo'ladi. Endi mana bu yerlarga e'tibor berasiz. Bu chisti bronzoviy qilib ishlangan. Juda ham neobishniy bular. Biz foydalanilgan ranglar juda ham boshqacha. Salon podsvetkalari ancha xohlagan rangingizga bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Akustikasiga e'tibor berasiz aka. Endi e'tibor berib turdim shunga. Akustika Sony. Sony akustika. Yaqinlar haqiqiy saqlangan pameti bor. 3 kishiga pamet saqlangan. Holatda o'rindiqladi. Podeshka spina bor. Bemalol dalniga ketganda belingiz charchamaydi. Shofirda juda ko'p qulaylik aka. Shunaqa. Bitta o'tirib ko'raman shu avtomobilga yaqinlar. Yana bitta narsaga e'tibor berdimmi? Menimcha koja nappa bunda. Nappa koja, nappa. Kojasi nappa yaqinlar. Alikantara bilan kombinatsiya qilingan aka. Alikantara ham haqiqiy chap. Haqiqiy o'sha naturalniy alikantara hisoblanadi. Xrustalniy richaylarimiz. Mashina haqiqatan chiroyli ishlangan. Endi aka ushbu avtomobilning yordamchi funksiyalari, shunaqa ma'lumotlarni o'z salonga o'tirib bersangiz, biz salonda o'tirib bo'ldi. davom ettiramiz. Yaqinlar video yoqayotgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Salonga kirdik akajon. Endi salonga e'tibor bersangiz agar akustikasini aytdim. Mana bu yerda bemalol ko'rsangiz, subwooferi ham bor o'zini. Monitor tizimi ham anchagina katta. Bemalol ko'rsangiz ham bo'ladi. Monitori umuman qotmaydi, plavin ishlaydi. O'zingizga xohlagan ranglaringizni, nimalaringizni bemalol qo'yib olasiz. Apple CarPlay hamma narsa mavjud monitorda. Apple CarPlay deysizmi, YouTube deysizmi, hamma narsa. Gibrid sistemalarning ham hammasi bitta shu monitorda o'zida joylashtirilgan. Endi u Abduf Abagrievlar ular menimcha bu mashina uchun yangilik emas. Mana bemalol ko'rsangiz bo'ladi, 39% zaryadi. Elektrda ham ishlatsangiz bo'ladi, gibrid sistemasida qo'ysangiz agar yana o'zini zaryadini to'ldirib boshlayveradi. Yurgan vaqtingizda. Yurgan vaqtingizda bemalol zaryadini to'ldirib. Sozlanadigan-da, avtomobilning sozlamalari ular. Bu O'zbekistonda yig'ilyapti-yu, bemalol o'zbekcha tilga qo'yib olsangiz ham bo'ladi, ruscha yana mana rullarni o'zingizga qulay qilib, yengil, qulay, yana sportivniy rejimda endi o'zimizda bu yerda o'zbekchada yozilgan, ko'p kishi tushunmasligim uchun mumkin. Bunga sportivniy rejimda ruli ancha og'irroq bo'ladi. Bu dalniga ketganingizda juda qulay. Yengil, masalan, qulay rejimi bemalol shahar ichida ham, dalnida ham haydab yursangiz ham bo'ladi. Rulni chustvoyitligingizda normal holatda. Normal holatda. Ana bunda вообще лёгкий, maza qilib, yengilgina bo'ladi. Razorotlarga, boshqalarga drift qilganingizda ham juda ham qulay bo'ladi. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar, yaqinlar hamma narsasini avtomobilda harakatlanish rejimlarini ham bu joyda foydalanishlar bo'ladi. Bunda bagaj sistemasini ham necha foiz ochilib yopilishlarini o'zingiz nastroyka bilan qilsangiz ham bo'ladi. Salon ichidan ochib yopsangiz ham bo'ladi bemalol. Hammadan ham menga eng yoqqan joyi buni o'zbekchaligi bu. O'zbek. Biz o'zimizni nimalarga juda ham tushunarli holatda ishlangan. Endi bu har bitta detalga, har bitta nimaga e'tibor berilganda, masalan, bozordan kelyapsiz, sumkalarni biror narsani shuna ilib qo'ysangiz agar bemalol valyatsa qilmaydi. Hech kimga xalaqit bermaydi. Yotmaydi. Xo'p, menimcha yaqinlar avtomobil haqida ma'lumotimiz qisqacha bo'ldi. Mana besprodnoylarimiz bor ekan. Besprodnoy zaryadnik bular endi yangilik emas. Besprodnoy zaryadnik o'zini hamma mashinalarda ham bor, lekin bunda axlajdeniyasi ham bor. Telefonni sovutadi. Zaryad olayotgan payti qiziydi, uni telefonni sovutadi. Richagga e'tibor bersangiz, bu xrustalniy. Juda ham chiroyli. Uncha bo'lib yo'qda. Joystikdan Joystikda, mana bemalol korobkani boshqarmaysiz. Bemalol qiynalmaysiz. Podstakanniklar ana Oy, podstakanniklar ham mash joyini ham ishlab qo'yibdi. Juda ham chiroyli. Bariga e'tibor berasiz akajon.
Xohlasangiz bu tomondan, xohlasangiz bu tomondan ochiladi. Mana. Shoferga yana bitta qulaylik tomoni. Barda xohlagan tomoningizdan Xohlagan tomoningizdan ochiladi. Barda xolodilnik mavjud. Yana aromatizatsiya deydi buni. Salon освежитель. Bemalol o'zingizga xohlagan hidingizni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Yangi hali mana innovatsiyasi. Plombasini bilan shilib tashlaysiz, bemalol foydalansangiz bo'ladi. U ham monitor orqali foydalanasiz. Hammasi monitordan. Bitta monitordan, hammasi monitordan foydalanasizlar. Endi monitorimizda yana adaptiv kruz nazorati, polasa удержания, samotarmajeniya, hamma narsa mavjud bu mashinada. Hamma narsa. Abagrev rullari qiziydi akajon, hamma narsa bor. Avtomobil o'zini o'zi ham boshqarib minib ketadi. Shunaqa. Endi bunda panorama tom juda katta akajon. Mashina 5 metr bo'lgandan keyin, masalan, oilaviy biron dam olishga ketganingizda panorama tomi anchagina katta. Juda ham bir boshqacha emotsiya beradi bu narsa. Ko'pchilik panorama deydi-yu, lekin buni emotsiyasini his qilib ko'rganlar juda ham yaxshi bilishadi. His qilganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, aqlli. Endi aka buni oldidagi ma'lumotlarini, monitorlar haqida aytdik. O'rnashishimiz juda ham zo'r. Endi bu oilaviy avtomobil bo'lganligi uchun orqasini ham bir qator test qilib ko'rsak. Ya'ni mana bu bo'yim, qana o'rnashaman, nima bo'ladi aka? Ketdik. Avtomobil orqa o'rindig'iga o'tiramiz. Kengligi yaxshi. Kengligi ancha yaxshi. Mana buni ham surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda podeshkasi bor mana. Orqaga o'tirganingizda mabodo tiqilib qo'ygidek bo'lsangiz, shunaqa bemalol cho'zilib dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Endi buni qarang. Mana bo'yim 1.80 da, orqaga juda ham keng yana orqaroq ketadi. Mana boshqariladi bu. Boshqariladi. Belingiz charchaydimi, dalniga yana yotasiz. Xohlasangiz. Bu ham yotadimi? Mana bu ikkinchi qatoridagi komforti yana USB raz'yomlari bor, 60 watt 200 zaryadka beradi. Bu yerda ham bor. Bu yerda ham отдельно 2 kishiga zaryadka bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Bitta Type-C, bitta oddiy Android telefonlarga ham bor. Endi qarang buni. Ionizatori. Bu salonning ichini ham воздухga chiska qiladi, havosini tozalaydi. Bu yerda o'zida kim xohlagan gradusini qo'yib oladi. 3 ta zonada klimat kontrol. Shoferda отдельно, passajirda, ikkinchi qatorda. Buni fishkasi ham ko'p mashinalarda deflektor shu yerda faqat. Ko'p mashinada. Mana bu yerda bardan buni chiqib kelgan. Bu yerda stoykada ham bor, mana tepada qarasangiz agar. Orqaga. Bu yerda ham отдельно shunaqa orqaga ham mana. 3-qatorda ham отдельно gradus qo'yasiz. Bemalol ko'rib foydalanib bo'ladi. Yozning issig'ida ham umuman charchamaydi. Juda ham kerakli narsa ekan. So'lchi oldinglar konditsionerga ketadi. Qarang. 3-qatorga muammo bo'ladi ayniqsa. Hozir bu narsa issiqlik faqat shofer tomonidan, masalan, sovutish yaxshi shofer tomonidan bo'ladi. Boshqa mashinalarda bunda bemalol klimatda 3 ta qatorda ham mazza qilib o'tiradilar. O'tirsa ham isinib, ham solish. Podlokotniklarni ko'rsangiz bo'ladi, podstakanik uchun joy qo'yilgan. Bor. Gap yo'q, xullas yaqinlar mashina o'zim ko'rgan edim. Ayniqsa azzakan ma'lumotlardan keyin menga avtomobil nihoyatda yoqib ketyapti. Yoqayotgan bo'lsa, bemalol avtosalonga kelib tashrif qilib, avtomobilni test drive qilib ko'rishsa bo'ladi, xudo xolasa. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan narsa avtomobilni narx-navosi, sotib olish uslublarini pastga tushib bir qator ta'kidlab o'tamiz aka. Aka, bu komfort, bu ekonom, bu gabaritda mashina minish uchun kim nech pul to'lasin aka? Xo'p, qarang akajon. Endi boshlang'ichiga shu bir pachkalar atrofiga ketirsalar, bemalol bo'ladi endi. 10 ming bilan olib ketsalar. Bu yerda Cobalt Gentralar bo'lsa ham bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. Endi mashinamizda rassrochka mavjud. Rassrochka so'raganlarga rassrochka mavjud. 494 million mashinaning narxi. Rassrochka ham mavjud bizda mashina. 494 million hech qana foiz penya meniyalarsiz rassrochkaga avtomobilni olishinglar mumkin ekan. Yaqinlar bu yaxshi variant. O'zini tan narxini qancha aytding? Endi bunda naqdga olaman deganlar bor, boshqa narsa bor. 100% naqd to'lov qilaman desalar agar, mashinaning tan narxini 455 million bilan chiqarib beramiz aka. 455 million bilan chegirma bo'ladi. Chegirma bo'ladi. O'ziga 494 million narx belgilangan, sizlarga hozir shuncha chegirma qilib berilyapti yaqinlar. Pastda call center raqamlarini qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelib tashrif qilib, ayniqsa aka meni viloyatdan ko'rishadi. Boya aytdingiz. Bo'ldi aka. Mabodo mehmonxona, Buxorocha osh hammasini xudo xolasa aka. Men to'g'risini aytsam, Buxoroga kelsam qandaydir o'zimni nihoyatda yengil his qilaman aka. Shunaqa qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol kelasizlar, avtomobilni ko'rib, xarid qilib ketishinglar mumkin bo'ladi. Aziz aka, kelsinlar. Sizga katta rahmat aka. Akajon, kelsinlar, chiroyli qilib
Bir kunda ishlarini qilib berib bitirib beramiz aka. Endi bu Aylanib ziyorat qilib ketadilar bu xonani. Hozir men bunday qarayapman-da, kamzorimiz davomida-chi 6 yil yoki 200 ming probek kafolat, o'zini pulini bo'lib to'lash, gostinitsa, misol buxorocha osh, и test drive absolutно бесплатно. Бесплатно, bemalol. Bunaqa imkoniyatlardan faqat foydalanib olinglar, yaqinlar. Barakot uz promo kodini ishlatinglar. Akalarim sizlarga bir avtomobil uchun bir bonuslar ham inshaalloh qilib berishadi, aka. Qilib beramiz akajon. Bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.